Assalamu alaykum Aykut balla taam salondagi barliq xanım qizlar yaxshimisizlar? Bugungi o'tilmoqda bo'lgan darsimiz chayizni so'qoqsaya. Buni kerak materiallar bir tal chayizi. Buni shundaq to'g'rab qalamcha holatga olib olamiz. Anda buni o'rda 10 minut dimlab pishiramiz. Bu pishgandan keyin mushaq tishko'chilg'ish bilan sanchib baqsaq, ichiga puturilib kirsa, bu pishgan holatda bo'ldi. Andan biz buni birdam so'timiz. So'tgandan keyin bir tal kök laza, andan azraq samsaq, andın şavson deymiz, ya kichik piyoz shu. Shularni uşaq to'g'rab tayyorlab olamiz. Andın yarim qo'shiq so'qilgan laza. Qatgan lazımız bor shuniki. Andın bularni shu chayizimizning ustiga sevilib, ustiga bir 2-3 qo'shiq mayni qizitib ustiga qo'yamiz. Andın kunjitmaydin bir bal qo'shiq, andın azraq açıq su, azraq tuz silib, shu qo'limiz bilan yaxshi ilashtirib olamiz. Mana şunun bilan shundaq yeyishlik ishtahliq bo'lgan so'g'uq suyimiz tayyor bo'ldi. Buni shu 3 yoshdan oshganligi bolalarning hammasiga mos keldi. Cho'nglarga mos keldi. Odatda ishtah tutilib qolganda shundaq qilib bersanglar ham tumir moddasini to'liqlaydi, hisobda qon to'liqlaydi degan gap. Ondan ishtahni ochdi va mana üstüge şundan kök sayılarımızın azraq çeşip koysak buldu. Şundan bilen tayyor buldu. Hemenlarınki yaqtırıp kalışanlarını ümit kılmen. Emsi ders tamam.